Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan karom salat tayyorlashni o'rganamiz. Bizga karom kerak bo'ladi. 2 bodring, koreyskiy tuz, kashnich urug'i, ukrop, kashnich, chesnok. Birinchi ishimizni karom to'g'rab olishdan boshlaymiz. 2 karomni ham bir xil shaklda to'g'rab olamiz. Xohlasangiz uzuncha to'g'ranglar. Men to'rtburchak qilib to'g'radim. Keyin karomlarimizni to'g'rab olib, uksus bilan albatta o'ldirishimiz kerak. Xohlasangiz uksus yoqtirmaydigan odamlar bo'lsa, limon bilan o'ldirsanglar ham bo'ladi. Limon bilan. Meni bitta ko'p uksus solganimga e'tibor bermanglar. Meni uksusimga bizni tayyorlab qo'ygandek suv solingan. Agar sizlar 70% ukusdan solsanglar, bir osh qoshiq solsanglar bemalol yetadi. Bunaqa ko'p solmanglar. Sizlarniki toza uksus bo'lsa, juda ham uksusi ko'payib ketadi chunki. Xo'p, keyin bodringimizni to'g'raymiz. Bodringlarni to'rtburchak qilib to'g'radim. Keyin uni alohida idishga solib qo'yamiz. Karomimiz turishi kerak. 20 minut, yarim soat tursa karomimiz tayyor bo'ladi. Ungacha qolgan masalliqlarni to'g'rab olamiz. Bir voq ukrop to'g'radim. Keyin bir voq kashnich to'g'rab olamiz. Keyin bitta golovka chesnokka men hammasini qirg'ichdan o'tkazdim. Sizlar xohlasanglar ozgina 4 ta 5 ta tabiiylarga qarab. Chesnok yoqtirmaydigan odamlar bo'lsa ozginaroq solinglar. Mazasi yaxshi chiqadi lekin. Hammasini solib, keyin yarim soatdan keyin hamma masalliqlarimizni qo'shamiz. Men 2 piyozdan piyozdaq qilib qo'ygan edim. O'sha piyozda, kichkina piyozda meniki, xohlasangiz sizlar bitta katta piyozdan qilsanglar ham bo'ladi. Yog' bilan sovorasizlar. Mana sovoramiz, yog'li qilib, juda ham yaxshi chiqadi mazasi. Keyin kashnich solamiz. Kashnich bir osh qoshiq kashnich, maydalangan kashnich solamiz. Keyin bir osh qoshiq koreyskiy solamiz. Mana koreyskiy solamiz va aralashtirib yarim soat muzlatishga qo'yamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Albatta menga obuna bo'linglar. Bundan ham yaxshi qiziqarli videolar qo'yib borishga harakat qilaman. Rahmat.